İgilidiken almışam Birisi şince okşansın Birisi şince okşansın Kentelik bilen adem çıraylı Sepişirken Assalamu alaikum qarindoshlar, qanday tansiqlik qanımga hoş geldinglar. Bugün söz edeceğim Alekseyim aldın qatım börek kısmının davamı. Börek kısmında çoğun dairde tanıştırgandım. Vaqtçaqda börekniki pırçaq oxşaydiganlığı şekliniki. Şuna hem de kesellik doğrusunda bu qatım şu kesellik doğrusunda börek kesellikleri köpünçeler her xil keselliklerini anlap turumuz börek doğruluk. Anın deyin ahırda en mühimi şu erler kesili yani mezbez kesili ne tunuşturup öteyde koydum. Börek kesili diyen nima diyen çağda börek kesili süydüktün şu aksıl çıkıdı köp halda. Aksılının köp çıkışı bu börek kesili kirdi. Anındaki bunun sebepleri elbette her xil buludu. Mesela diyabet kesili, kan besim, yukarı kan besim, semizlik degandek bunun sebepleri nayt köp buldu. Anındaki börekning naçarlaşqanligini qandaq bile alaymiz degan chaqda mushunga diqqat qilsanglar, o'zinglar diagnoz qo'ya olasizlar. Bu börekniki şu naçarlash ahvolining eng dastlabki, nacharlash qarab mangan ahvolining eng dastlabki nuqtasi qo'limiz bilan putimiz, anandaki yüzümüz shundoq ishiq bo'ladi. Bunun köpünçe aldı börek niki kesili elbette yürekniki kesellikleri buludu ama köpünçe aldı şu börekniki deslepte şu yamalış qarapmanga vakti. Şunlaşqa bunu qandaq bilimiz degancha qaraplan bile alaymiz özümüzmü. Onun için işiq ayalarını qolumuz bilan o sekund birden 10gacha sanagandan keyin qo'yib atsak bu basqancha şüpeti turib qoldi. Asta o'rniga keladi. Şunlaşqa bu şu börekniki yamalış taraf qarab manganning eng dastlabki ifodasi. Andan keyin südükning miqdori aldin qattim dedim normal südük hamda çoğun adamlarda kunda 1,5 litr yani 1500 millilitr ajratib chiqardi. Agar 400 millilitrdan to'yan bo'lgan chaqda bu meditsinada südükning ozligi deb ataymiz. Andan keyin 100 millilitrdan to'yan bo'lgan chaqda südükning yo'qligi deb ataymiz. Buni anglab hamda 100 millilitr südük deb o'ylashingiz mumkin. Meditsinada shunday ataymiz. Südükning ozligi nihoyat xatarlik. Agar bir kun ajratib chiqargan südükning miqdori 2500 millilitr, ya'ni 2,5 litrdan ko'p bo'lib ketsa-mu, bu binormal ahvol kirdi. Alomatlarida uchinchisi bo'lsa, bu bak muhim bo'lib shu mezbez yallığı degan kasallar köp görüldü. Köp şu obranaga berish. Miqdorja qancha qatim degan chaqda bir kunda 8 qatimda 10 qatimgacha. Albatta suv iste'mol qilish bilan munosabati bor, ammo davomli qilishni bo'lsa baxatarlik. Kunduzi shu o 8 qatimda 10 qatimgacha, agar kechda 2 qatimdan ushuq cho'ngtar ammo kichik taraf köplep geçse çokum doktorxonaga berib ko'rining. Andan keyin 4-chi alomat harg'inlik. Albatta boy deganda börek kasalliginiki südükten oqsil chiqib ketadi. Oqsil chiqib ketgandan keyin albatta badandagi har xil mineral moddalarning tamponligi buzildi. Masalan natriy xlor deymiz, tuzniki, kalsiy degandek. Shunlashqa badanda tamponlik buzilgandan keyin harg'inlik his qilgan gap. Andan keyin 5-chisi qon oziq. Andan keyin 6-chisi badanning uya buyalari qichishish, terining qichishishi. Ba'zilar shuna qichib ketdi deb teri bilim berib, tekshirib qilib, diagnoz obdan qo'yamaydigan ahvollar bo'ladi. Albatta teri kasalining anda alomatlari bor, ammo shuna vaqtlarda cho'qim börekni obdan tekshirishga yaxshi. Shunga bu börekniki nacharlashib qarab mangan alomatlari. Hamda börekniki kasalligining ichida az xarakterlik börek kesili, börekning zayıfleşişi, andan keyin köp anglab turgan börekni taştırıp qilish,
deganlarni ko'p anglaymiz. Muşningda hamda suduk yo'li yallig'i degandek. Muşningda hamda bir haqiqiy bo'lgan ism kelib qoldi. Shuni deb bir deb o'ldim. Ayni vaqtida jiddiy bo'limda ishlayotgan vaqtimda bu börekdə taş turib qalğan bir bemar keldi, Uyg'ur. Men u vaqtda yan xizmatchi bir yildan keyin qo'y demay isim bilsam. Şun kechis qo'zg'ildi börekniki taş. Böreklik taş deganimiz börekni tushundirdim oldin qatimda. Börekning ichida taş bo'lib qolsa, pek cho'ng alomat ko'rilmaydi. Shu taş asta-asta surilib, suduk neytsi suduk torbası deb tushunsiz, suduk ikki tal torbu var. Şu ikki tal torbuning manga vaqtida ishni qilib jannamaydi, ajoyib og'riydi. Men o'z ko'zim bilan ko'rgan, shunda beryapman. Shu kechisi yugurib keldi, u kapla manga buyruq qilib ketdi. Voy darhol ma ukulni urg'un manga andaqda baqirib ketdi-da. To'xtang, oldirmang, men prinsip bo'yicha ish qilma deb. Albatta biz kasal tarixini so'raymiz. Undan keyin kasalni izimiz, undan keyin dorisini izimiz degandek. Qandikin bu bir vaqtda telefon qilyapti. Bu shuning bilan telefonni menga tutqizib qo'ydi. Bu kimga degan chaqda telefonni qarshi tarafdagi odam bizniki boshliq hamda muavin boshliqimiz. Shuning bilan ufqa bu odam tunishtirdi. Bu odammi bizning doktorxona ishlayotgan to'q. Men yangi kelganda men nadim bilay. Shunlashqa ha deb bu odammi bir bo'limning muavin boshlig'i ekan to'q. Kaplanda men buyruq qilsa men bir prinsipchi odam. Demakchi shu vaqtda undan keyin u odamni bilgandan keyin ha deb dorini bergandan keyin dorini ilib sestra kelib urib undan keyin asta-asta yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Demakchi hamda shu kechsi qo'zg'algan bo'lsa, Xitoychada mana shunday to'ndab qo'yamiz. Shu mujib og'rib, shu uyqular bir yerda qoladi ishni qilib. Men bu baxmagan bo'lsam-mu, kasallar atrofimiz shu ayni vaqtida ko'rgandiki ajoyib og'riydi ekanda degan his qildim. Andan keyin shu so'zlashganda meni avval ishkin doktorxonaniki jiddiy bo'limda ishlaydigan videomni ko'rib ba'zilar so'radilar. Voy siz 2 yillam ishlaganmi deb. Jiddiy bo'limda 2 yil ishlagan, askarchi berib qo'yadi dedim. Jiddiy bo'limda 2 yil ishlab, undan keyin odatga tashqi bo'limga, ya'ni PYK degan yo'tkilib chiqib ketgan. U yerda 7 yil ishladim. Ondan keyin chet elga chiqib ketgan. Shuni askarchi berib qo'yadi dedim. Demakchi, andan keyin shu börekdagi toshlar turib qolgan vaqtlarda, masalan, uniki og'rishiga qaraymiz, undan keyin toshning cho'ng kichikligiga qaraymiz. Agarchanda hamda u doktorga ko'rangandan keyin doktormu har xil usullarni deydi, amal va buning davolash usullarida hamda kichik bo'lsa amal va o'zi tushib ketadi. Qanday tushadi degan chaqda buningda birinchilab mela bilamiz, suvni ko'p ichimiz. Suvni ko'p ichib, ko'p sakrab beramiz. Undan keyin sudukni keltiradigan yemeklar, masalan, tavuz degandek narsalarni ko'p yeb beramiz. Agar faqat bo'lmagan chaqda hozir davolashlar ilg'orib ketdi. Lazer nuri orqali badanning sirtidan urib, toshni kichiltib, undan keyin tarat orqali chiqarishlar bo'ldi. Ba'zilar hatto shu taratdan kichik tarat qolgandan keyin chiqib ketish jarayonida tosh qisilib chiqadi emasmi? Chiqqandan keyin qon bilan tang chiqib, hushidan ketgan ahvollar bo'ldi. Herkes ansirman, qo'rqmanglar. Demakchi, ashuna ahvollar bor. Shunga hamda bu börekdagi taş deb biz cho'ng dairada deymiz, ammo boy degandek börekning ichidagi taş bo'lsa ancha alomatlar ko'rilmaydi. Asta-asta pastga tushgandan keyin boy degandek shu suduk yo'lida mengish jarayonida atrofdagi nervlarni g'idiqlash orqali nihoyatda to'silib qolgandan keyin albatta suduk manganmaydi. Andan keyin og'rishga boshlaydi. Mana bu resimda boya tushundirgan aldan qatim tushundirgan börekniki yo'li degandek. Andan keyin shu börekni tosh turib qolgan chog'da degandek tosh miya bo'lgan chog'da ancha ko'p alomat ko'rilmaydi. Mana bu toshniki nimasi belgisi stonda biziqliq mishadin mengib mangandan keyin albatta bir to'silish bo'ldi. To'silish bo'lgandan keyin bunda kengayib ketadi. Kengayib ketgandan keyin og'riq degan ravrus bo'ladi demakchi. Andan keyin bu do'saqniki belgisi. Shunday tushuntirishlar orqali sizlarga tushunishli bo'lsin deb shunday kitoblarni yig'ib qildim. To'g'ri tushunasizlar.
Anından keyin boya degandek oxirida shu arlarniki, ya'ni maz bezi yallig'i, maz bezniki cho'nglab ketishi, maz bezi raki deganlarni anglab turmiz. Bu odatda hamda maz bez degan nima degan chaqda maz bez desam ko'pincha o'yla bilib ketamaydiganlar bor. O'rnini men resim orqali tushuntirib qo'yman. Anından keyin shu maz bezniki roli qanday bo'ldi degan chaqda maz bezning roli spirtniga energiya berdi ham spirtni qo'g'daydigan roli bor. Bu shu har xil masalan buniki yoshning cho'ng'ishiga ergishib bu maz bezniki cho'nglab ketishi, yallig'lanib, rak aylanib ketish ahvollari bo'ladi. Bu faqat buniki sabablari ko'p. Asosiy shu erlik hormoniki qalaymaqan bo'lib bo'lishidan ko'pincha ahvollarda mush ahvol ko'rildi. Undan keyin yosh jihatga aytgan chaqda 40 yoshni oshgan erlarda 15% atrofida, 50 yoshni oshganda 30% atrofida. Andan keyin 60 yoshni oshganda 60%, 70 yoshni oshgan 80%, 80 yoshni oshganda 90%. Ammo bu deganim yosh cho'qim bo'ladi degan gap emas. Shundaq statika bor demakchi-ku. Demakchi ham mush kasallar so'zlash orqali yan birini so'zlab qo'yay dedim. Davomli davatman YouTube'larimda. Bu o'zinglarga menda azroq mush borki, menda shu borki, andaq men degan gaplarni o'zinglarga hargizib qilib bo'lsa, azroq bo'lsa u bo'pti. Ammo shu mushning cho'qim tushdi ekanman deb o'zinglarni qo'qizib Google qilib, Google'dan aqtirib o'zinglar kasal qo'ymanglar. Men aytsa dedi. Voy menda alomatlarimiz borki, qanday qilman deb. Ba'zi alomatlar azroq ko'rilib, yo'qolib ketgan ahvollar bo'ldi. Shunlashqa bek ansirab ketmasanglar bo'ldi. Cho'qim hamda oldini olish eng muhim deb qarayman. Andan keyin bu maz bezniki alomatlari qanday bo'ldi degan chaqda bu alomati 3 bosqich bo'lindi. Birinchi bosqichda bay degandek o'briniga berish qatim soni ko'plab ketadi. Andan keyin kichik tarat oz bo'ladi. Andan keyin ikkinchi bosqichga kelgan chaqda toza kuchab inchiqilgandan keyin aran suydik chiqadigan ahvollar ko'rildi. Andan keyin suydikning chiqishiga vaqt ketadi. Bu bir alomat, ikkinchi bosqichlik alomat. Andan keyin boya degandek shu 3-bosqich asta-asta shu to'alqi o'briniga berib, berim qatim soni, kechidagi qatim soni ko'plab, asta-asta nimaniki kichik taratniki chiqmaydigan ahvol ko'rildi. Inchiqlab shunda qismi chiqmay, uni chiqmaganlik qanday bo'ldi degan chaqda shu do'sa qismi qattiq og'riydigan ahvollar bo'ldi. Bu alqi maz beziniki ishib ketishi. Bu hamda rak bo'lsa, bu rakning alomatlari odatda sizlar anglaysizlar, rakning alomatlari asosan aldirab ko'rilmaydi. Shunlashqa davolanish orqali, tekshirish orqali bayqaydi demakchi. Bu hamda agar mushunaq bo'lib qolgan chaqda oldi bilan masalan shu maz bezi yallig'ini ishib qilish bo'lsa, oldi bilan qildigan ish dori bilan davolash. Agar faqat bo'lgan chaqda operatsiya qildigan ishlar bo'ldi, har xil usullar bor demakchi. Bu rasmni oddiy qilib tushuntirib qo'ysam, birinchisi normalli maz bezi. 1 2 3 deb nomer qo'yib qo'ydim tushunish uchun. Andan keyin ikkinchisi mana maz bezining ishib ketishi. Mush qizil istirlik bilan belgi qo'yib qo'ydim. Bu maz bez ishib ketsa, albatta boy tushuntirgandek suydik mangmaydi. Andan keyin uchinchisi shu maz bez rak bo'lsa, mush atrofdagi a'zolarga tarqalishga boshlaydi deganning tushuntirilishi. Undaq bo'lsa, bugun mishinchilik so'zlay, buyrakning qismini men asosan cho'ng doirada tugatdim deb o'ylayman. Qanday savollar bo'lsa, mush ostiga yozib qo'ysanglar, davomli deb turyapman. Shu savollarni amal bor hamda YouTube'ga yozsanglar bo'ladi. WhatsApp nomerimni chaplab qo'yapman har qatim chaplamasammi WhatsApp nomeri qilsanglar xat yozib, masalan Facebookda, Instagramda
Hatta telegramlardımı man xat yazıp sual soraydigan qarindoshlar bor. Rahmat sizlarga. Sizlarning savol sorishinglar orqali men jiq narsani o'rganib boraman. Ammo demakchi, men xat yozib qilsam balki vaqtim ketadigan. Shunlashqa WhatsAppda amal bor xat yozam sizlarga gap qilamsizlar qilsanglar, men gap qilib sizlarga javob bersam, shu eng yaxshi ekan deb davomli deb kelyapman. Bundakimi deyman, bo'lsa o'zaro yetkazib qo'ysanglar. Buldamsa bugun shunchalik so'zlay. Xayr xo'sh, jamoalarning har vaqt xayrlik bo'lsin.